2026-yilda oylik stipendiya, pensiya va nafaqalar oshiriladi. Assalomu alaykum. Omonmisiz, qadrdon muxlis? Iqtisodiyot va Moliya vazirligi 2026-yil uchun davlat byudjetiga doir qonun loyihasini e'lon qildi. Hujjatda qator iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rin olgan. Qonun loyihasida kelasi yili davlat xodimlari ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdorini oshirishga byudjetdan 6 trillion so'm ajratilishi belgilangan. Bunga ayrim xizmat turlari narxi ko'tarilishi va qo'shimcha ish o'rinlari yaratilishi xarajatlari ham kiradi. Kelasi yillarda aholi real daromadlarni ko'tarish uchun davlat xodimlarining ish haqi, pensiya va nafaqalarini yillik inflyatsiyadan yuqori oshirib borish reja qilingan. Prognozlarga qaraganda 2026-yilda O'zbekistonda inflyatsiya darajasi 7% atrofida shakllanishi kutilmoqda. Vazirlik mamlakatda davlat xodimlari ish haqi 1% oshirilsa, byudjetdan qo'shimcha 1 trillion 697 milliard so'm ajratilishi kerakligini bildirdi. Pensiya 1% ko'tarilsa, ortiqcha 832 milliard so'm xarajat qilinishi zarur. Byudjet xarajatlarining katta qismini ish haqiga to'lovlar tashkil etadi. Masalan, 2026-yilda ish haqi va ijtimoiy soliq xarajatlari uchun davlat 172,8 trillion so'm ajratmoqchi. Bu 2025-yilgi tasdiqlangan rejaga nisbatan 18,5 trillion so'mga ko'p. Kelasi yilda oyliklarga to'lovlar davlat byudjeti xarajatlarining 42,9%ni tashkil etilishi kutilyapti. Mazkur chiqimlar yalpi ichki mahsulotga nisbatan 8,7%ni tashkil etishi prognoz qilinmoqda. Shu bilan birga 2026-yilda stipendiyalarga 2,2 trillion so'm to'lanadi. Pensiya to'lovlariga 86,1 trillion so'm, nafaqalarga 14 trillion so'mdan ortiq mablag' ajratilishi kutilmoqda.